Ularning aytishicha, u yerda haj qilishdan oldin osmonda haj qilgan. Ziyoratchi Saidning galati hikoyasi. Jidda aeroportida 2 kishi hajdan qaytayotgan edi. Ulardan biri pudratchi bo'lib ishlaydigan kishi. Men 10 marta haj qilganman. Sister dedi. Said jilmayib unga, mening haj safarimning hikoyasi juda galati, dedi. So'ng u o'z hikoyasini aytib berdi. 30 yil ishlaganimdan so'ng haj uchun pul yig'dim. Lekin o'sha kuni men ishlaydigan shifoxonada bir onaning yig'layotganini ko'rdim. Chunki falaj bo'lgan o'g'lining davolanishi to'xtatilardi. Otasi esa to'lovni to'lay olmasdi. Shunda boshimni osmonga ko'tarib, "Ey Allohim, sening uyingga haj qilishdan menga azizroq narsa yo'q, lekin men bu ona va uning o'g'lini hajdan ustun qo'ydim", dedim. Va men ogil bolaning davolanishi uchun barcha pulni to'lab berdim. O'sha kuni tushimda o'zimni Ka'bani tavof qilayotganimni ko'rdim va ertalab baxtli uyg'ondim. Keyin esa kutilmagan voqea yuz berdi. Do'stim menga qo'ng'iroq qilib, shifoxona egasini hajga bepul kuzatib borishimni iltimos qildi. Chunki u tibbiy xodimsiz bormasdi va o'zi bora olmasdi. Shuning uchun meni o'rniga nomzod qilib yubordi. Alloh ato etsa, chinakam hayratda qoldiradi. Kim Alloh uchun biror narsani tark etsa, Alloh uni bundan ham yaxshisi bilan mukofotlaydi.